$28,000 bormi? Tabriklayman. 3 xonali uyni olishingiz mumkin. Qanaqa? $28,000 berib, $31,000 assetkasi bor, davom ettirish tartibi bilan olsangiz bo'ladi. 3 xona skvoznoy planirovka, 74 kvadrat metr. Naqdga olaman desangiz $59,000 bo'lyapti. Uyimiz Sergeli Yangi Darxonda joylashgan. 16 etajli domi, 16-etaj. Ko'rib olamiz. Chiqib olgan bo'lsa, koridori keng, chap qo'lda spalniy bo'lyapti. Spalniy ham kattagina ishlangan. Keyingisi mehmonxona. Xohlasangiz mehmonxona kichkina spalniy katta bo'layotgan bo'lsa, joyini alishtirsangiz bo'ladi. Xohishingizga qarab sotib olganingizdan keyin. Bu yoq kuxnya bo'lyapti. Kuxnyada kichkina balkoni bor, duh konturli kotyoli bor. Vanna tualetiga keladigan bo'lsak, alohida qilingan. Kafillari ham yangi, svejiy turibdi. Oxirgi xonasi, 3-xonasi skvoznoy planirovka, detskiy bo'lyapti. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizda mana yaxshi svejiy remontda turibdi. Uchi bolalarni kuzatinglar, sizlarga zo'rini ilinamiz.